Zangi bobo 1258-yili hozirgi Zangiota qishlog'ida vafot etgan. Hikmat va ma'naviyat, din va tasavvuf rivojiga katta hissa qo'shgan bu zotning mozori Markaziy Osiyo xalqlari uchun muqaddas ziyoratgohga aylangan. Zangiota qadamjosi azaldan xalqimizning e'zozli ziyoratgohi bo'lgan. Bu yerdagi muhtasham obidalarni Sohibqiron bobomiz Amir Temur 1397-yilda bunyod ettirgan. Rivoyat qilishlaricha, Amir Temur Yassi qo'rg'onida Ahmad Yassaviy hazratlariga maqbara qurish harakatini boshlaganida nima uchundir ish hadeganda yurishavermagan. Bu holning sababini bilolmay hayron bo'lib yurganida bir kun kechasi tushiga nuroniy bir zot kirib, Yassaviyga maqbara qurishdan oldin Zangiotaning qabrini obod qilish kerakligini aytadi. Shunda Sohibqiron bobomiz Zangiota ruhini shod etish uchun maqbara tikilgan. Keyinchalik Mirzo Ulug'bek ham ziyoratgohda qo'shimcha qurilishlar qilgan. Hozirgi Ulug'vor peshtoq ham aynan Mirzo Ulug'bek tomonidan bunyod etilgan. Endi Zangiota maqbarasi qurilishiga keladigan bo'lsak, bu hammamizga ma'lum, deyarli ko'p tarixiy manbalarda zikr etilgan. Sohibqiron Amir Temur hazratlari dastlab Turkistonda, ya'ni Turkiston mashoyixlarini o'sha raisi bo'lgan, shayxi bo'lgan Ahmad Yassaviyga maqbara qurdirish jarayonlarida bir ho'kiz kelib imoratlarni buzib ketadi. Bu holatni ko'rganlardan keyin tush ko'rganlarda tushlarda ayon bo'ladi. Ahmad Yassaviy kiradida avval maqbarani Toshkent muzofotiga borib Zangiotaniga quring, undan keyin menga bino etasiz deganlardan keyin mana shu yerda maqbarani barpo etganlar. Hattoki shunday rivoyatlar borki, o'sha paytda Ahmad Yassaviy uchun qilingan o'sha katta qozon qilingan, o'sha yerda g'isht quyilgan, g'ishtlar ali nimadan o'tkazilgan, olovdan o'tkazilgan. Shu g'ishtlarni Amir Temur qo'shini qo'lma-qo'l mana shu yerga yetkazganligi to'g'risida ma'lumotlar keladi. Bu yerda o'sha paytda qamishzor joy bo'lgan, to'qayzor bo'lgan, bir oq tuya borib cho'kkan joyda o'sha yerda Zangiotani qabri bo'ladi deyiladi. Har qayerda bir oq tuyani kelganda bir joyga kelib cho'kib, 3 marta o'kirib vafot etadi. Mana shuni qazishsa, shu yerda Zangiotani qabri bo'ladi. Mana shu joyda Sohibqiron Amir Temur hazratlari dastlabki maqbarani Zangiotaga bino qilgan.